Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Möcüzlük Kur'an-ı Kerim'deki Sure Nisa'nın möcüzlük 3 ayeti var. O bosmu 11. ayet, 12. ayet ve 176. ayet. Miras ilmi ameliyatda şu 3 ayet üstüge kurulgan buludu. Şu 3 ayet ve Peygamber Aleyhisselam'dan Elhiqul faraida bi ahliha fema baqiya feli awla raculin zekar degan şu hadisi bilen şu 3 ayetning hammasi amaliyat miras ilmidan iborat. Mushunda nurg'un masalalar shaxchilanib chiqadi. Miras ilmini yaxshi o'rganmaydigan kishi chuqur 3 oyatni va Payg'ambar alayhissalomning shu hadisini yodlash kerak va ma'nosini bilish kerak va uni tushunish kerak. Shunga bu oyatni birdan sharhlab o'tsak, 11-oyatda bayon qilingani ota-ona bilan meyitniki farzandlarning mirosi bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri misli hazil unsayeyn dedi. Farzandlar evlat degan so'z mirosda ham bolani, yani o'g'il bolani ham qiz bolani ko'rsatadi. Lizzekeri misli hazil unsayeyn, ya'ni o'g'il bolaga qiz bolaning ishkasi berildi. Bu degani meyitniki mirosxo'rlar ichida o'g'il va qiz bor ahvolida o'g'ilning o'lishi qizninki ishkasi bo'ladi. Masalan, meyitniki qizi bor, o'g'li bor, bir o'g'il bir qiz bo'lib qolsa bu oson. Buni biz ma'vu qizga bir ulush, o'g'il 2 ulush, ona 3 ulush bo'ldi. Eshib qolgan boshqalar elib, masalan, dadis babis bor edi. Boshqalar elib eshib qolgan mulkni yoki mushukisidan boshqalar bo'lmasa, bular birlikda buni oladi. Buni biz asabi bil g'ayr deb ataymiz, adimiz keladi. Eshib qolgan molni bular birlashib oladi. Qolganlarimiz mushuklar chiqadi. Buni 3 ulush qiliblar. Qizga bir ulushni, o'g'il 2 ulushni beradi. Masalan, $300 pul eshib qolgan bo'lsa, qiz $100, o'g'il $200 oladi. Ammo masalan, son o'xshamasa, masalan, qizning soni 2, o'g'ilning soni 3 bo'lib qolsa, u joqda qiz 1 ulush, 2 qiz 2 ulush, o'g'ilniki birsi bir o'g'il 2 ulush, qizning ishkasi 3 o'g'il 6 ulush. Bu yerdagi biz asl mirosni bo'lmoqchi bo'lgan son 8 bo'ldi. Masalan, $800 eshib qolgan bo'lsa, buni 8 ga bo'lsak, bir ulush $100 tegadi. Andan keyin bir qiz bola $100, 2 qiz bola $200, o'g'il bo'lsa 3 o'g'il bola $600, birsi $200 dan oladi. Shu bo'yicha bo'ladi. Andan keyin yana birsi agar qiz va imkoniyat vahida deydi. Agar qiz bola yolg'iz bo'lib qolsa, bunamiz 11-oyatdagi hukmda qiz yolg'iz bo'lib qolsa, ya'ni yolg'iz degani o'g'il bo'lmay qolsa, odamning faqat qizi bo'lsa, birdan qizi bo'lsa, u chaqda qizga biz 2dan 1ni yozamiz. 2dan 1ni oladi. Boshqalar bilan qo'shilib, boshqalar bo'lsa, qo'shilib 2dan 1ni oladi. Uning boshqa hukmlari bor, yana yozilgan 2dan 1. Agar 2 yoki undan ortiq bo'lsa, qiz 2 yoki undan ortiq. 2 yoki undan ortiq bo'lsa, 3dan 2ni orasida barobar oladi. Undan keyin dadisi va onasiga kelamiz. Dadisi va onasi har bir 6dan 1ni oladi. Agar bols bo'lib qolsa, meyitning o'g'li yoki qizi bor ahvol ostida, masalan, qizi bor deylik. Qizniki soni qancha bo'lsa bo'laveradi, faqat qiz va o'g'il yoki o'g'il bo'lsa ham bo'ladi, farzand bo'lsa bo'ladi. O chaqda dadisi va onasi her biri 6dan 1dan oladi. Agar bols bo'lmasa, meyitniki farzandi bo'lmasa, o chaqda onasininki nasibasi 3dan 1ni oladi. Ya'ni 6dan 1ning ishkasini oladi. Ya'ni meyitniki o'g'il yoki qizning bo'lishi onasining nasibasini 3dan 1dan 6dan 1ga o'zgartiradi. Va onasi 3dan 1ni olgan vaqtida dadisi 3dan 2ni oladi. Dadisi onasining bo'lgan holatida. Andan keyin yana birisi va imkana lahu ikhwatun, ya'ni ko'plik shaklda keldi. Agar meyitning qarindoshlari bo'lib qolsa, shu 11-oyatdagi ikhva degani 3 xil qarindoshning hammasi keladi. Mutlaqalatda shaqiqni, ya'ni shaqiq degani dadisi bir, onasi bir o'g'il qiz qarindoshlarni va dada taraf o'g'il qiz qarindoshlarini va ona taraf o'g'il qiz qarindoshlarini oladi. O'z ichiga oldi. Ya'ni meyitniki
meyitning 2 yoki 2dan ortiq qarindoshlar bo'lgan ahvol ostida, shu qarindoshlarning qaysi bo'lsa, o chaqda yana onasiniki nesivisi 3dan 1dan 6dan 1 o'zgarib qoldi. Yani anasının nesivisi yoki 6dan 1 yoki 3dan 1. 3dan 1 farzand yo'q va meyitniki qarindoshi 1 yoki qarindoshi qat'iy yo'q ahvol ostida anasi 3dan 1ni oladi. Agar bolasi bu ahvol ostida va yoki 2dan ortiq qarindoshi bu ahvol ostida anasi 6dan 1ni oladi. Dadasi bo'lsa, dadasi meyitniki hech qanday urf-tuqqanlari yo'q. Faqat dadasi anasi 3dan 2ni oladi. Chunki anasi 3dan 1ni olgan keyin dadasi 3dan 2 qoladi. Agar farzand bo'lib qolsa, dadasi 6dan 1ni oladi. Dadasiniki nechilik oladiganligini yana ashabul furud babida kelgan chaqda tafsili tushuntiramiz.